Prezident maktablariga kirish qiyinmi? Bugun video davomida aynan shu haqida gaplashamiz, ya'ni prezident maktablaridagi kirish imtihonlari qanday amalga oshiriladi. Agarda farzandingiz, yaqinlaringiz yoki o'zingiz prezident maktabiga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Prezident maktablarida imtihon 2 bosqichdan iborat, bu esa 2 kun degani. Birinchi bosqichda o'quvchilar matematikadan 30 ta test ishlashadi. Birinchi bosqichdan o'tgan 480 nafar o'quvchi esa ikkinchi bosqichga yo'naltiriladi. Ikkinchi bosqichda esa mantiqiy, tanqidiy fikrlash va ingliz tilidan testlar bo'lib o'tadi va undan saralab olingan 24 nafar o'quvchigina prezident maktabiga qabul qilinadi. Imtihonda eng qiyin jarayon ham aynan shu, ya'ni mantiqiy va tanqidiy fikrlash, chunki oddiy maktablarda bu kabi fanlar o'tilmaydi. 4 va 5-sinf o'quvchilarining umumiy to'plagan ballarining eng yuqori, ya'ni 80% mantiqiy va tanqidiy fikrlash ballariga to'g'ri keladi va ingliz tili esa atigi 20%gina tashkil etadi. Shu bois nomzodlar ingliz tilini mukammal bilmasa ham mantiqiy fikrlash va tanqidiy masalalarni yaxshi yecha olsa, prezident maktabiga qabul qilinish foizi yanada yuqori bo'ladi. O'quvchilar istagiga ko'ra ushbu yo'nalishdagi imtihonlar ingliz tilida emas, balki davlat tiliga qo'yib berilishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin: nega prezident maktabiga kirish kerak va uning oddiy maktablardan farqi nima? Bu haqida to'liq ma'lumotni prezident maktablari haqidagi birinchi videoda aytib o'tganman va uni yuqoridagi silka orqali ko'rib olishingiz mumkin, aynan bu video tamomlaganingizdan so'ng. Endi imtihonlarga keladigan bo'lsak, yana birinchi bosqich uchun 90 daqiqa vaqt beriladi. U yerda esa aytib o'tganimizdek matematikadan test ishlashadi. Ikkinchi bosqichda esa yuqorida aytib o'tganimizdek mantiqiy va tanqidiy fikrlash va ingliz tilidan imtihonlar bo'lib o'tadi. Bu yerda muhim qism bor. Agarda farzandingiz yoki siz birinchi bosqichdan o'ta olmasangiz, ikkinchi bosqichga kiritilmaysiz. Shuning uchun ikkinchi bosqichga faqatgina saralab olinganlar va birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tganlargina qabul qilinadi. Agarda ikkinchi bosqichda bir xil ball to'plagan o'quvchilar soni ko'proq bo'lsa, ularda ajratilgan kvotalarga qarab alohida yana topshiriq beriladi. Xullas, bugungi videoda prezident maktablariga kirish imtihonlari haqida gaplashdik. Maktabga kirish tartibi, o'qitish tizimi va undagi sharoitlar haqida esa bundan oldingi videoda batafsil aytib o'tganman. Ko'rish uchun esa yuqoridagi silkani bosib o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashing va Pro Maktab kanaliga obuna bo'lishni unutmang.